Assalomu alaykum do'stlar, tizimizlar, hamyurtlar. Butun dunyoda ko'rib turgan bizni podpischilarimiz. Bu Suzoq, Qirg'iziston. Biz Urmanov TV kanali qirg'izcha, o'zbekcha videolar chiqaramiz doim. Kuzatayotgan bo'lsanglar, bizda hozir ajoyib qor yog'di. Men sal qor ozroq tarafidaman, o'ta tog'li yerda emasman. Tepada mana tog'li yerlar turibdi, ko'ryapsizlar. Adirlarimizda ko'p Suzoqni boshqa joylari, Taranbazor, yo bo'lsam Qirg'izistonning boshqa joylari, Alay, o'sha Tianshan tog' tizmalarida qor juda ko'p. Kechagina umrachilar, umraga ketganlar nima qildi? Suratlar jo'natishdi. Haqiqatda Saudiya bilasizlar, qor yog'maydi u taraflarda. Rossiyan ko'p yillarda bir yog'ib qo'yadi. Unaqa biz singari suvga mo'l ko'lchilik yo'q. Bizda mana suvga mo'l ko'lchilik solishtirib turib minnatdor bo'ladigan narsamiz o'ta ko'p deyman. Ertaman yugurlab chiqib, ozgina sal kechroq yugurlab chiqdim. Qaranglar, biz priroda, biz tabiat o'ta zo'r. Inson har kuni yaratuvchiga minnatdorchilik bildirish kerak. Arab tilida shukrona deb qo'yamiz biz buni. Shukrona keltirib turish kerak. Shukr keltiruvchilardan bo'ling deydi. Qancha minnatdor bo'lsang, shuncha yana keyingi narsani beraveradi. Ne'matlarni sanab ulgurmaysan odam. Shuning uchun ne'mat o'ta ko'p. Oddiy mana shu Qirg'izistonli bo'lganimizga biz o'ta minnatdormiz. Biz Qirg'izistonda juda mo'l ko'lchilik, tabiiy boyliklar, resurslarga boy, ko'p millatlik. Misol uchun titulli millat qirg'iz xalqi ham pashti biz bilan bir xil, shu местный o'zbeklar, qirg'izlar qanaqa bo'lsa shunaqa kayfiyatda, mana tabiati ham bir xil, tili ham bir xil, bor yo'g'i dialektlarga aylab bo'linadi xolos. Misol qirg'izlarda o'zida ham gap bor. Qirg'iz bilan o'zbekka qo'tormochining keragi yo'q deb qo'yadi. Haqiqati ham mana shunaqa do'stlik, osoyishtalik abadiy bo'lsin. O'zbekiston bilan Qirg'izistonning qo'shnichilik aloqalari, ikki xalqni, ikkita boshliqlarni yaxshi olib borayotgan siyosati do'stlik borasida. Hamma narsada demasam ham, do'stlik borasida, yaqinlashish borasida baribir yaxshilik yaxshi ekan. Buni menimcha kommentlarda ham tasdiqlasanglar kerak. Qirg'izmi, o'zbekmi, bu millat qizig'i yo'q. Qanaqa bo'lsa ham menimcha hamma tasdiqlasa kerak. Haqiqatda ham do'stlar, siyosat juda katta rol o'ynab qo'yadi ekan. Ikkita xalq qachonlardir orasiga sog'lik tushgan xalq bugun aka-uka bo'lib ketdi. Kerak bo'lsa juda ham oldinlari qirg'izlar bilan qozoqlar juda yaqin hisoblanardi. Hozir ham qanchadir yaqin, lekin o'zbekda ham qirg'izga ham yaqin xalq hozir ikkovi bir-biriga bo'lib qoldi. Mana o'ylanib qarasak, qirg'izlarni tushunadigan xalq ekanmiz. Qirg'izlar ham biz yaxshi tushunadi ekan bugungi kunda. Chunki biz 30 yil yashab qo'ydik shu birgalikda, birga tarixda o'tadik, birga bir xil dardda o'tadik. Shuning uchun Qirg'izistonda yashaganimiz qandaydir Yevropada emas yoki qandaydir yana bir Xitoyda emas. Biz qanchadir urf-odatlarimiz uzoq u taraflardan. Shu Qirg'izistonda yashaganimizga Allohga cheksiz minnatdorchilik bo'lsin. Shu do'stligimizga ko'z tegmasin. Shu xalqlar bir-biriga duo qilib qoladi. O'zbek xalqini ham, qirg'iz xalqini ham doim qut barakada bo'lsin. Har doim yuzidan kulgi tabassum arimasin. Doim baxtlilik hissi tark etmasin. Ayniqsa men yaxshi tarafini aytkim keladi. O'zbeklarda ham, qirg'izlarda ham bor narsa bu haligi ruschasiga prostoylik deb qo'yamiz. Hali odam kichik tabiat bo'lishligi bu hammaga yoqadigan narsa. Hamma yo'lda sindirgan narsa bu kibr. Arabchasi, gordonya.
Siymiq deb boramiz. Kerak emas narsalarga haddan tashqari faxrlanishimiz har xil ko'rinishda bor. Sir bermaslik, faxrlanish, iftixor deb bizda ko'p ashunday ko'rinishlari bor. Bular hammasi o'sha ichki insondagi katta zanglikni, kibrni belgilari. Qandaydir bir xalq o'zini boshqa xalqdan ustun tutishi, bir odam boshqa odamdan, shaxsdan o'zini ustun tutishlari, bular hammasi kibrni har xil ko'rinish. Har xil to'nga o'rab gapirishimiz mumkin. Yo'q, endi u iftixor odam nima qilish kerak deb, iftixor bo'lish kerak-da. Narsadan siymiqlanish kerak. Lekin baribir ular insonga foydasi yo'q narsalar. Misol uchun juda xitr, juda ayyor kibrlar bor. Buni bilmay ham qolasan. Misol uchun musulmon bo'lganimdan faxrlanaman deb qo'yamiz. Aslida musulmon bo'lishingdan faxrlanish shart emas, bunga loyiq bo'lish kerak. Bugun sen kimsan? Kim bo'lyapsan bugungi kunda? Shu tarafga qarab yurishimiz o'zi tabiiy, o'zi biz ichimizda minnatdorchilikni chiqishi, mana shu o'zi aslida musulmonchilik aslida inson sezimida deb qo'yadi, ichki hislarida bo'lish kerak. Oddiy bu misol xolos. Ya'ni insondagi bu narsalarni domlalar, boshqalar ko'p aytishadi. Oddiy psixologiyada ham hamma yo'qda problemasi bu faqat o'sha katta zanglik, kibr. Yani bir qavm ikkinchi qavmdan ustunlikni isbotlashga harakat qilishlik. Shuning uchun hammamiz insonmiz, bugungi kunda hammamiz bir-birimizni zo'r tushunyapmiz. Bir-birimizga nisbatan yaxshilik bo'laversa, davom etaversa, bu chegarasi yo'q yaxshilikda. Cheksiz yaxshiliklar xudo ochadi. Shu bugungi kundagi mana chegaralarda ochilayotgani ham hali jeki ishkar bo'lib biz ko'p o'tib olamiz. Oddiy. Asha oddiy ish. Prosta chegaralardan problemasiz o'tkazilish orqali ham ko'p ishlarda hamkorlikda ko'p ishlarimiz bitib ketadi. Tirikchiligimiz, boshqamiz, iqtisodiy hamkorliklar. Shunga eng avvalambor insonlar bir-biridan rozi bo'lgan yurt desam ham bo'ladi. Endi hozir ashnaqa yurtga aylanib boryapmiz. Ajomas. Men bu videoda nimaga unaqa qilyapman? Tanqid, kritika, negativ video juda ko'p. U juda ko'p like ham olasan bunaqa narsalarga. Ozgina biylikda yo hokimiyatda yo kimnidir tanqid qilib qo'ysang, kritika qilib qo'ysang, to'lib ketadi like'lar. O, zo'r, молодец, duh deb qo'yadi, duh vagon deb. Yo'q, men u narsa oson-da, u shayton hiylasi. Negativ birodni hali qirg'izchasiga sindab qo'yish o'ng'oyli. Shunga pozitiv video olgim keladi. Pozitiv videoda like'lar, odamlar oz ko'rsa ham, lekin pozitiv atmosferani yaratayotganimizda insonlarda yaxshilik qilishga bo'lgan munosabat kuchayadi. Kommentlarda ham odamlarda yuragida o'sha yaxshiligi urchishni boshlaydi. Chunki har bir odamning yuragida joylashgan bu narsa. Qalb bor. Bu har bir odamning qalbida o tirik sezgi a'zo insondagi shu qalb. Shu qalb bu odamga bo'ysunmaydigan narsa. Shuning uchun do'stlar, pozitiv video tayyorlagim keldi. Suzodan men Jamshid O'rmonov sizlar uchun atay video tayyorladim. Qish ajoyib baraka olib keldi. Ana oppoq qor hamma yo'qda. Sizlarni yana bir bor qishni birinchi qor bilan tabriklayman do'stlar. Birinchi qorda, shu oppoq qorda, oppoq niyatlar bilan shu videoyimni yakuniga yasasam, O'rmonov TV, James Bond KG Instagram varaqchasiga podpisatsiya qilishni unutmanglar. Yaxshi kommentlar, qanaqa bo'lsa ham kommentlar kutib qolaman, reaksiyalar. Intimog'imiz o'lmasin hech qachon. Assalomu alaykum. Suzodan.